Markaz orqali yorib kirishga harakat qilib ko'radi. O'ng qanotga pas. Yana o'ng qanot orqali yorib kiramiz. Sodiqov uzoqlashib ketdi, ammo pas berish imkoniyati bor. Zo'r pauza. Orqaga uzatma. Qani zarba! Yana bir zarba, gol! Hisobni ochdik. Shukrullayeva. Abu Bakr hisobni ochmoqda. Qardoshlar, mana sizga gol. Hozirgina o'sha sifatli o'yinni aytib turgandik. Aynan shunday. Do'ppilarimiz bilan qayga borsak boshda do'ppi. Zo'r. O'zi bu tasodifiy golga ham o'xshamaydi. Nimaga? 3-hujumimiz o'ng qanotdan keskin pas bilan yorib kirish jarayonini ko'radi. Ya'ni bu uy vazifasi. Bu ishlangan. aynan shunday. Mana ichkarida qarang. Go'yo vaziyat qo'ldan chiqqandagina, ammo taslim bo'lmadi Sodiqov. Mana bu pauza. Bu zarba qaytariladi va keyin tayyor turgan Shukurullayev darvozaning yuqori 9ligiga joylab qo'yadi. Zarba muallifi 10-raqamdagi Muhammad Habibullayev edi.